Chilonzor tumanida jamoat xavfsizligi kuch va vositalarini boshqarish yangi tizim asosida tashkil etilmoqda. Jumladan patrul post, yo'l patrul, qo'riqlash va profilaktika xizmatlari tunu kun uzluksiz ishlaydigan 3 smenali xizmat rejimiga o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati hamda poytaxt yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan reja asosida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida tumandagi yo'llarda yotiq chiziqlar qayta chizilib, yo'l belgilari yangilandi. Maktablar oldidagi yo'l uchastkalarida esa sun'iy notekisliklar o'rnatildi. Tuman yo'l infratuzilmasini yaxshilash doirasida jami 14750 metr uzunlikda yo'l yotiq chiziqlari chizildi. 117 ta yangi yo'l belgisi o'rnatildi. Shuningdek, eskirgan va talabga javob bermaydigan 114 ta yo'l belgisi to'liq almashtirildi. Tadbirlar davomida maktablar atrofida maxsus reydlar o'tkazilib, transport vositasini boshqarish huquqisiz harakatlangan 9 nafar o'quvchi aniqlandi. Ularning ota-onalariga nisbatan qonunchilik doirasida tegishli choralar ko'rildi. Bundan tashqari, muntazam qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilarning yashash mahallalarida mahalla yetiligi va aholi ishtirokida muhokamalar o'tkazildi. Bolalar o'rtasida yo'l transport hodisalarining oldini olish, ularni yo'l harakatining ongli va madaniyatli ishtirokchisi sifatida tarbiyalash maqsadida ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi.